Bu xəmirimizdəki vaxt saati toşqandan keyin əmdi bu xəmirimizni elib turib, yəni aş taxtasının üstüge qurğun sepimizə, qurğun sepib turib, bunu tekşi halətdə puz bilan ya qo'miz aşını yaydiganlıqını oğuşlab bağımız, oğuşlab bilan chiroyli shakllar bo'yicha nefis qilinliqini muvofiq holatda tangshab turib ichuvimiz. Əmdi bunu ichib, bunu mushqul holatda qilsanglar bo'ladi juma. Əmdi bunu shunday holatda ichib bo'lgandan keyin ma'qul qiyiqchininki yana qiliplari bormizmi? Bu nihoyat qulay hamda miyada tepildi. Shunday holatga kelgan qiyiqchining qilib bilan ma'qul holatda tishib olsanglar bo'ladi. Yana shakl chiqarib hamda. Undan keyin eng kichik holatda yana o'tirni tishimiz va do'latdan shakl chiqaramiz. Hamda buni mushqul holat bo'yicha aqilib bo'lgandan keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xillarni o'xshash darajada yana shunday shakllarni chiqarsanglar bo'ladi. Yana buni o'tirni ma'qul holatda, undan keyin qaz cho'rlarini degandek hamda buning hammasini shunday holatda chiqarib bo'lgandan keyin o'zimizningki do'qobkisiniki lesiga ostiga maylab turib yo bo'lmasa may sumirishga salsanglarmi bo'ladi. Hamda bu shu tayyorlab olgan yana kirdimizningki xam altını yana issiq joyda bir tindirib 20 minutgacha tindiramiz xonimlar. Tindirib bo'lgandan keyin endi biz bu shaklda 2 dona tuxumning degan tuxum emasmi? 2 dona tuxumning iqini anin qo'ydik, seriqini ep qo'ygan to'q. 2 dona tuxumning seriqini endi shuni ustiga mayl yani surtib, undan keyin qalsa kunjutlarni surtib o'zimizning duxovkasini gradusdan tangshab pishiramiz. Endi mishada o'zinglarningki duxovkasini gradusdan tangshash bek muhim xonimlar. Ya'ni birsinglarningki birsinglarga o'xshamaydi. Shunga o'zinglarningki duxovkasini gradusdan tangshab ondan pishirsanlar bo'ladi. Endi shuni ma'qul holatda tuxum seriqini surtib bo'lgandan keyin ustiga kunjutni sepdik va o'zimizning duxovkasini gradusdan tangshab 200 gradusda xonimlar jumon, ya'ni normal holatdagi gradusdan tangshab buni 20 minutdan 25 minut atrofiga pishirib elvasanlar bo'ladi. Endi pishib chiqqan yumshoq kirdimiz mana mushkul holati bo'ldi. Endi ularning etib sinab chiqishlarini umid qilaman. Bugungi darsimiz mishat tamom. Bundan keyin davomli yangi mazmun, yangi darsga ehtiyojingiz bo'lsa, tövəndəki ünlülərini bezini unutmang. Salonimiz davamlı sizlər üçün uçuq, həm yangi mazmunlarni sunğusi. Rahmat xanımlar, afiyet bolsun. Xeyir xoş, kelar qatım qısan yüz görüşək.